ayrılıqның simvoli. Özüm beqib qatarga qo'shiman. İkimiz bundaq o'sak bo'lmaydi. Siz ayolingizning qishi qaytib keting. Endi uni azoblamang. Dedi o ma'yus ohangda. Yo'q Mihray, sizni bundaq tashlab qo'ysam bo'lmaydi. Men sizga mas'ul bo'lishim kerak. Men uningga va'da berdim. Lekin qandoq mas'ul bo'laman? Ayolim bilan ajrashib ketay desam, asla uningga ko'nglim unamaydi. Uni yaxshi ko'ratdim. Uning oilam uchun tortgan jafoyimi oz emas edi. Mihraydan ayrilishga asla ko'zim qiymaydi. O'zimning qanday qilishni bilmaydim. Sadir, agar balamiz tug'ilsa, ismini nima deb qo'ysak bo'lar? Deb so'rab qoldi Mihray bir kuni. Siz nima deb qo'ysangiz mayli, dedim men uningga yo'l qo'yib. O'g'il tug'ilsa, ismi sizga yaqin bo'lsin uchun Tahir qo'yaylik. Agar qiz tug'ilib qolsa, menga yaqin bo'lsin uchun Zulay qo'yaylik. Dedi u erkilab turib. Bo'ladi, bu ismlarni yaxshi ismkan, dedim men uni qo'llab. Bu ishlarni sana demisam bo'ladi qizim. Lekin demay bo'lmadi. Bu gapni sana demisam, bir umr vijdon azobida qiynaldigan o'xshayman. Shu ko'ngilning kayniga kirib, o'zimni kontrol qilolmay o'tkazgan xatoliqim tufayli sizlarning xatolik o'tkazib qo'yishinglarni xohlamayman. Shunda qilib, o'zingga qolmayla, xuddi baslashgandek opangsan qo'saq ko'tardi. Men shunda xush bo'ldim. Lekin ishga orliqda qanday qilishni bilolmay tengir qaytdim. Hash-bash degicha Mihrayning qo'rsig'imi 8 oy bo'lib qoldi. Men bo'lsam, haftada 1-2 qatim vaqt chiqarib kelib yo'qlab chiqatdim. Shundoq kunlarning birida kutilmagan bir ish yuz berdi. Men bir hafta uyning ishlari bilan mashg'ul bo'lib qolib, noyaga kirishga vaqt chiqmagan edi. Shu kunlarning birida to'yuqsiz menga notanish bir nomerdan telefon kelib qoldi. Bu xabarni anglab, telefonning qanday tushib ketganligini to'ymayli qoldim. Sadir, sizga nima bo'ldi? Ayolim shundoq deginicha yerdagi telefonni qo'liga elib, menga savol nazari bilan tikildi. Hech yo'q, dedim men duduqlab turib. Necha kunning oldida akirib bergan molda masla bor ekan deydi. Noyaga bir kirib chiqmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Dedim men yolg'on qilib va ayolimning gapini kutmayla Noyaga qarab yo'l oldim. Doktorxonaga kirsam, Mihray qon ichida yetibdi. U tushdan burun sirtqi sayko'ktat og'ili chiqib, bir qurilish qilayotgan joydan o'tish jarayonida egizlikdan bir tal qish parchasi usti beshiga tushib, beshi yerilib, shu yerda hushidan ketgan ekan. U texcha hushiga kelmagan bo'lib, doktorlar jiddiy qutqizayotgan edi. Bir osh pishim saqlagandan keyin mas'ul doktor chiqib keldi va men bilan ko'rishib ahvolning xatarlik ekanligini, opisning hayotini saqlab qolg'ili bo'lmaydiganligini, lekin bolaning hayotini saqlab qolg'ili bo'ldiganligini aytdi. Ichim ochiq bo'lib, ko'zlarimga yosh keldi. Doktorga yig'lab turib, qanchalik pul ketsimi qutuldirib kelishni o'tindim. Lekin doktor faqatla amal yo'qligini aytib, ideya jihatda tayyorlik ko'rishimni aytdi. Men xuddi ro'yim tenimdan chiqib ketadigandak, yuragimning so'qish tizilishib, yuragim eg'zimga tiqilib qolgandek bo'lib qoldim. Mihrayning qishig'i kirdim. U hushsiz yotadi. Chiroyi oppoq totirib ketgan bo'lib, beshi doki bilan tenglikli turadi. Uni chaqirib baqdim. Mihray, ko'zingizni oching. Men Sadir.
Lekin onundan hech qanday sado kelmaydi. Tomiri shundoq ojiz so'qib turadi. Bundaqla kessangiz bo'lmaydi, Mehray. Biz nima deyishgan edik? Balamizni yaxshi va yaramliq tarbiyalab chiqmoqchi bo'lgan edik-ku. Endi u onasiz cho'ng bo'lamdi. Uni bundaqla tashlab ketishga qandaqmi ko'nglingiz unaydi? Yo'q. Men Mehrayning qo'lini tutib yig'lab ketdim. Faqat sehtira kirib, uningga daxl qilmasligimni aytgandila, ig'ir qadamlarimni so'rab qaytib chiqdim. Oxiri nemish qilishimni bilolmay, mas'ul doktorning ishxonasiga kirdim. Mas'ul doktor: Ayolingizning uzun vaqt qolmadi. Menga ig'ir zaxmlanibdi. Biz barliq tirishchiligimizni ko'rsatdik. Avval operatsiya qilib, balonni qutuldiraylik. Operatsiya o'ngishli bo'lsa, tafsili ko'rsatib baqsaq bo'ladi. Bundaq turaversa, balog'im xavf yetadi. Deb o'z ko'z qarashini aytdi. Amal yo'q, mas'ul doktorning deginiga qo'shildim va operatsiya qilishga doir hujjatlarga qo'l qo'ydim. Shundoq qilib, Mehrayni tushdan keyin operatsiyaga o'rinlashtirdi. Men operatsiya uyining oldida xuddi put ko'ygan to'qidek joyimda jim turolmay uyan-buyan mang'atdim. Tit bo'latdim. Oxiri ishga oshpishim vaqt o'tgandan keyin operatsiya oxirlashdi. Operatsiya o'ngishli bo'lgan bo'lib, bola hayot qolgan edi. Lekin Mehray bardoshlik berolmay, operatsiya oxirlashgandila jon uzibdi. Dal shu vaqtda doktorxonaga Mehrayning dadasi Kerim aka kirib keldi. U meni ko'rib, tinch amonlik so'ragandan keyin Mehrayning ahvolini so'radi. Uning ikkimizning ishidan faqatla xabari yo'q edi. Men beshimni chayqab, ko'zimdan chiqqan yoshni chandurmay boshqa tarafga qarab turib oldim. Kerim aka mening kayfiyatimga qarab hamma ishni bilib bo'lgan edi. U Mehrayning jasadining qishig'i kelib, yig'lab yiqitib ketdi. Kerim akaning yig'isiga qarab, menmi o'zimni tutib ololmadim. Ko'zimdan yoshlarim to'kilib turardi. 8-qism tugidi.